Borib ko'rayotgan uylaringizni remonti yoqmayaptimi? Aka sizga kimdir tillarang qilib qo'ygan, kimdir qizillar bo'y yopishtirib qo'ygan deyaptimi deysiz. Men sizga ideal taklif topib qo'ydim. Mana 100% fasadlarimizni bitirilgan, ichi bo'lsa korobka holatida turibdi. Bugungi kunda remont podключ qilib beradigan kompaniyalardan ko'pi bormi aka? Shunda kalit topshirasiz. Menga minimalizmni bitirib bergan deysiz, o'z sizga proyektlarni chiqarib berishadi. Shunda ko'rasiz, tanlaysiz, xuddi shunaqa remont qilib berdingiz, xuddi shunaqa remontni qilib sizga tayyor qilib berishadi. Kir-urishdan boshlab bunda video obzorini boshlaymiz. Asosiy bu yerda bizani avtomatik darvozamiz o'rnatilgan. Ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu yoqda kir-urish eshik, tashqari tarafda sanuzel, kichkinaroq bo'lsa ham mana bu yerda yashil maydon uchun joy qoldirilgan, o'zini paliflari bilan. Bu yoq burchagimizda bo'lsa yozgi oshxona uchun joy. Endi o'zingiz o'ylang, hovlida yashaysiz, yozgi oshxonasi bo'lmasa qanaqa bo'ladi? Shuning uchun hovlida обязательно o'zini yozgi oshxonasi bo'lishi shart. Chiroyli yozgi oshxona qurasiz shotga, bu yerda stol, tapchan qo'yishga joylarimiz bor. Endi joylashgan joyini aytib o'tay. Shayxontohur tumani, Huvaydoni Zafarobod mahallasida joylashgan. Ko'pchilik o'zi Huvaydoli akalar hovlimni endi aka-ukalar bitta hovli tursa, kengayamiz, ko'chib olamiz deb qidirib yurishadi. Masha atrofdan faqat qidirishadi. Keyin Qorasaroy, mana bu Xastimomni yoni ham buzilyapti, ular ham faqat mana shu Huvaydo atroflaridan xonadon qarashyapti. Kebaka bitta ko'ring, mana bu ishchi qarang, mehnat qarang, 2 sotuvga shunaqa bahaybat qilib binoni qurib qo'yishgan. Binoyimiz 324 kvadrat, podvol 1-2. Siz mana shu joyda like bosib qo'ying, men ichkarida planirovkani sizga ko'rsatib o'tay. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirib keldik. Hol bizani kutib oladi. Oilaviy o'tirishga, choy ichib, gaplashib o'tirishga bitta hol bo'lishi shart. Bu bizani holimiz bo'ldi. Kirdik, chap qo'limizda bo'lsa, bizani oshxonamiz joylashgan. Oshxonada menga eng yoqqan joyi mana bu burchakli oyna. Gap yo'q. Mana shu ideya zo'r lekin. Agar navoda remont qilayotgan bo'lsangiz, sekin chopfasangiz ham bo'ladi. Oshxonamiz bo'ldi. Bu bizani holimiz bo'ldi. Kirib kelishimiz bilan ro'paramizda bo'lsa, bizani zal qismimizni kutib oladi. Orqa tarafga, orqa hovliga eshik oynalarimizni qoldirib ketilgan. Yaxshi, patologlarimiz baland, bir bilan ikkini o'rtasi plita, podvol bilan bir o'rtasi ham plita. Hozir tepani endi ko'ramiz, hozir tepani aytaman. Ikkinchi qavatga chiqarishimiz, o'rtada bu yerda общий sanuzel joylashgan va albatta birinchi qavatda hojona hojotalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yosh katta insonlar baribir aka ikkinchi qavatga chiqib tushishga qiynalishadi. Shuning uchun proyektda baribir bitta spanlarni mo'ljallab keting. Ikkinchi qavat chiqdik, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Bu xohlasangiz zal. Ikkinchi qavatda ham bitta zal kerak, to'g'rimi? Erkaklar, ayollar alohida kutishga. Mana bunaqa o'zi burchakli panoramli oynalarimiz qilingan. Mahallamizdan hozir balkonimiz bor. Mana bitta balkondan ko'rsataman. Yaxshi, bu yerda ham ikkinchi qavat bilan tomma o'rtasiga ham plita tashab ketibdilar. Kam yaxshi. Bu ikkinchi xonamiz. Bu yotoqxona, o'zining ichida sanuzeli bor. Mana balkoni bor. Balkondan mahallamizdan ko'rinishi. O mahallamizani, bilasizlar, Huvaydo mahallasini, bu yerda chap qo'limizda bo'lsa, yangi uylar tushib kelyapti, birma-bir. Uchinchi xonamizga o'tamiz. Bu yerda ham o'zining ichida sanuzeli bilan yana bitta yotoqxonamiz bo'ldi. Shunda ikkinchi qavatimizdagi bu uchinchi xonamiz bo'lsa, keyingi xonamizga o'tamiz. Bu ham xuddi shunaqa ikkinchi qavatimizdagi 4-xona. Endi albatta bu yog'i o'zingizdan aka. Xohlasangiz 3 ta yotoqxona, bitta zal, xohlasangiz 4 ta yotoqxona. Xuddi shu uyni orqa tarafidagisini qo'ydik, ko'pchilik akalarimiz ulgurmay qolishdi, sotib olibdilar akamlar, barakasini bersin albatta. Mana ulgurmay qolganlarga bitta xuddi shunaqa proyektda bitgan xonadonimiz. Keling, ko'ring, bitta o'zingiz mahallani ko'ring, ko'chalarni ko'ring, qo'ni-qo'shnilar bilan bitta tanishing, narxini xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib berib yuboraman deyaptilar. Primoy joyi egalarining telefon raqamlari bizda har doimgidek. Videoga ham like bosib qo'yishni unutmang. Joyi egalarining telefon raqamlarini men yozib qoldirdim.